Bizani ochilishimizga hali vaqt bor, lekin biz ham ozgina kechikib keldik. Kechikib kelsak, mana bular opam, sizlar Shohista begim bizani kutib turgan ekanlar. Dvoykalarimizni kiyib olib, tayyor kassaga pul to'layman deb tayyor turgan ekanlar. Endi aytib bering, qanaqa qilib bizani ko'rib qoldingiz? Saharlikka turdim, Instagramni ko'rib o'tirsam, sizlar chiqib qoldinglar. Ertalabdan keldim. Kelsam hali ochilmagan ekan. Endi ochilish marosimi bo'lar ekan. Keyin kelib Instagramda ko'rganimdan ko'ra men o'z ko'zim bilan ko'rib, вообще aytishim boshqacha bo'lib ketdi. Shunaqa do'kon o'zi ko'rganmisiz Yangiyo'lda? Yo'q, вообще zo'r ekan. Muomalalarga gap yo'q lekin. Rosa yoqdi. Xuddi prям o'zim uchun qilingandek. O'zi umuman ezazimni kuzatmagansiz, do'konlarimizga borib ko'rmagansiz. Yo'q. Ertalab saharlikni o'zida shunday Instagramga kirsam, sizlar chiqib keldinglar reklamadan dedilar. Mana sizga aytganimizdek, mana sovg'a, hadya, ro'za bo'lsa ham kelinglar soat 11 ga. Bugungi anaqalari xarid qilganlarga sovg'alari bor. Hali ketib qolmaysiz. Shu yerda bo'lasiz, ochilishimizda o'tirasiz. Sizlarning tovarlaringizdan olaman deb cho'ntakni baqqa tutib kelibdilar o'zi.